والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin Parvardigor. Ushbu muborak tilovati Qur'on qilingan xayr ehsonlarni savobi samarasini payg'ambarimiz sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlariga barcha payg'ambarlar, sahobalar, muborak Samarqand sharifda madfun barcha ulamolar, avliyolar, buzrukvorlar, xosatan sohibi ehsonlardan umidvor o'tgan ota-ona, xish aqrabolar, pir ustozlar, barcha umidvor Fotiha talablarini ruhlariga bag'ishlaymiz. Parvardigor, hammalarini g'ariqiy rahmat, shoistai jannat qilg'aysan, qabrlarini pur nuru munavvar, oxiratlarini obod aylab jannatdagi yuksak maqomlaringga muyassar aylag'aysan. Parvardigor, qilingan ehsonlardan qabul aylab, ularni xonadonlariga fayz baraka, ishlariga rivoj, farzandlariga baxt saodat nasib qilgaysan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya Allah. Bo'lgan bo'lsalar ham hayotlarini Samarqandda o'tkazdi. Mana shu hozir shu mahallalardan kelgan insonlar hammasi yaxshi bilsa kerak. Bu insonni kamsuqumligini, o'z ishiga, ijodiga bir sodiq bo'lib, hayoti davomida juda ko'p bir asarlar bilan, o'zi go'zal manzaralar bilan Samarqandni o'sha qadim Samarqandligini biz Rashid Mahmudov asarlaridan bilib olamiz. O'sha davrlarda qanaqa edi, qanday bo'ldi, o'sha davrdagi O'zbekistonimizning manzaralarini go'zal o'sha bularning hammasini Rashid Mahmudov lirik holatda ko'rsatib berdi. Inson hayoti davomida bir ezgu ish qiladigan bo'lsa, Rashid Mahmudov ham mana shu ezgu ishlardan biri. Men o'sha asarlar asosan Rashid Mahmudovdan juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Bu kishining insoniyligini endi bizlar shuni ko'rib yurgan odamlar bilamiz. Rashid Mahmudov haqiqatdan o'z asarlarida qoldirdi. Men yana istardimki, bironta mana shu yerda o'sha kishini tanigan, o'shaqa niyati bo'lsa, ayting, Hikmat akani ham yaxshi taniyman. Shu Hikmat aka endi bizlar mahalladan o'sha kishi necha kundir o'sha maxsus sifatdan chiqmasdan ishlardilar. Menga mana shu Yusuf Tohir deganida aytdilarki, siz yosh rassom, sizni nima qilgandan keyin menga ba'zi partiyaga kirishga rekomendatsiya berganlar. Hatto o'zi saqlab. Shunda odamga ko'nglari ochiq. Hamma bilan bab-baravar, yoshim qari bilan bab-baravar maslahat kerak bo'lsa, maslahatlarni berardilar.
Shuning uchun u kishi joylari jannatda bo'lsin, qolganlarga sog' salomatlik bo'lsin. Amin. Bitta narsani bu kishi aytib qoldilar. Rahmatullohning asarlari juda ko'p. Chet ellarda, Moskva, boshqa joylarda Timur Rashid Mahmudovning asarlari kerak degan insonlardan men o'zim kutib olib, yaxshi taniydik. Rashid Mahmudov biz kelganda 60 odamimiz Rashid Mahmudov shunday odamimizni yaxshi ko'radi. San'atiga juda shukur. Biz hozirga juda katta bir hissa Yaxshi insonni hamisha yaxshilik bilan oradan 100 yil o'tadimi, 200 yil o'tadimi, baribir eslab turaveradi. Agar ijozatlaringiz bilan gapiradigan insonlar bo'lmasa, dastur qo'yga qaraysizlar, bemalol. برای بابامو خدمت میکنین. Tu voltando, ela falando, o xixi nesse pacote. Galna aí, mano, vai. Dá uma voltando. Ah, o xixi nesse vai. Chuchu. Outros biacos estão aumentando. جعلنا من المسلمين الحمد لله رب العالمين Parvardigor mana shu barodarlarni qilgan ehsonlarni o'zing husni qabul ayla. O'tgan mana mashhur musavvir bobomizni ham Parvardigor barcha umidvorlarni hammalarini g'ayriy rahmat shoista jannat qilib oxiratlarni obod ayla. Ularni xonadonlar fayz baraka bergan, ishlariga rivoj va safardagilardan safarlarni baxayr qilgan Parvardigor va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Hasta.
Ana sana da kal. Azıcık güzel oldu. Çok son canlıkta şu an. Спасибо, что пришли. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Хорошо.